Assalamu alaikum hürmetlik ekran aldı görürmen dostlar. Uyghur Akbarat Merkezi'nin adlı haberler programımıza hoş geldiniz. Ben Muhammed İzzet. Aldı bilen bugünkü haberlerimizden temeller bilen tanışıp çıkaylı. Birinci haberimiz Kazakistan Xitay bilen boğan su mənbəsi talaş tartışıdan vazgeçti. Vatanımız Şarkı Türkistan'da halkımız üstüden umumyüzlük erkek kırgınçılık yürgüzüp atkan Xitay özünün bu rezil cinayetlerini yoşuruş məqsədində təşviqat üçün gayet zor məbləğ sərf qılmaqda. Ömer Kanat Efendi xalqarani uxlamaslıqqa öndədi. Birleşken Devletler Teşkilatı kişilik hukuk rəhbəri Xitay bilen sözleşidiganligini bildirdi. Arab devletleri Uyghur meselesinde Xitayga besim şiltishga chaqiriq qilindi. Amerika Devlet Meclisi'ndeki kişilik hukuk bayanatında Uyghur meselesi tilga alindi. Qayni ondaqda dehqonlar xabarlarimizning tafsili mazmunlarida bo'lsin. Yo'rjini Torning 7 dekabrdagi xabariga ko'ra, Sharq Turkistondan Qozog'istonga yaqib kiradigan Ili daryosi bilan Ertish daryosidagi suvning yerimini degidek Xitoy ishlatadigan bo'lg'ashqa, Qozog'iston xalqi mush sababli Balqash ko'lining qurib ketishidan andish qilib kelgan bo'lsa-mu, Qozog'iston necha 10 yildan buyon yuqori yaqindagi suvdan foydalanish jihatda Xitoyga amaliy cheklim qo'yamagan. Yaqinqi mezgillarda Qozog'iston doiralari Xitoyning qo'yini tutqizib qo'ymaslik uchun bu masala to'g'risida ochiq-oshkora so'z qilishdan saqlanib kelgan. Masalan, Prezident Qosim-Jomart To'qayev 10 oyda Balqash ko'lining tarayib ketishiga bo'lgan tashvishini bayon qilgandimi, Xitoyni tilga olishdan o'zini qochirgan. Ili daryosi bilan Ertish daryosi o'xshashlar Sharq Turkistondan Qozog'istonga yaqib kiradigan bo'lib, janubdagi Ili daryosi Qozog'istondagi eng cho'ng ko'l bo'lgan Balqash ko'li qo'yildi. Ertish daryosi bo'lsa Qozog'istonning shimolidagi sanoat markazidan o'tib Sibiriyaga davomlashadi. Egilincha navbatda Qozog'iston doiralari Ili daryosi bilan Ertish daryosining suyidan foydalanish xususida Xitoy bilan bo'lgan talash tartishdan voz kechgan bo'lib, shuning o'rniga atalmış bir belbog' bir yo'l tashabbusi orqali Xitoyning yordami ostida o'zidagi suv isrofchiligini to'valtishni ko'zlamoqda ekan. Hindistondagi siyosat to'rining 7 dekabrdagi xabariga ko'ra, Avstraliyadagi pul muomala obzor to'rining tekshirishidan ma'lum bo'lishicha, Xitoy Kompartiyasi tashviqot materiallarini ishlab chiqarish va Uyg'urlar duch kelayotgan kishilik huquq dafsanchiliklarni oshkorlash jihatdagi yer shari tirishchiliklarga taqobil turish uchun $620 ming xarjlagan bo'lib, bu jihatda hukumat mablag' erishgan shirkatlarning ichida Xitoyning video hambarlash detali Douyin bor ekan. Xitoy Uyg'urlar duch kelayotgan zulmni oshkorlash jihatdagi yer shari miqyosidagi tirishchiliklarga taqobil turish va o'z obrazini yaxshilash uchun 2020 yilning oxirida turli taratqularni o'z ichiga olgan atalmış Xinjiang yaxshi joy nomli bir proyektini va boshqa bir qancha proyektini o'tirib qo'ygan. Halbuki aloqador mutaxassislarga ko'ra, mazkur tadqiqotda bayqalgan bu summa, ya'ni $620 ming Xitoyning Uyg'urlarga qarshi tashviqotga ajratgan mablag'ga nisbatan dengizdan tomchi ekan. Uyg'ur kishilik huquq qurilishining ijroiya mudiri Ömer Kanat Efendi 8 dekabr diplomat to'rida maqola e'lon qilib, Londondagi Uyg'ur sud kollegiyasi Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan jinoyatlarini erkiy qirg'inchilik deb bekitganiga 1 yil bo'lgan. Amerika qatorliq davlatlarning hukumatlarining ham bu jinoyatlarni erkiy qirg'inchilik deb to'niganiga 2 yil bo'ladigan bo'lsa-mu, xalqaroning hali ham mazkur erkiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun amaliy harakatga o'tmayotganligidek ochiq reallikni ta'kidlagan. Mazkur maqolada yana Uyg'urlar qirilib ketayotgan mushundaq paytda ba'zilarning Uyg'urlarning qismatini erkiy qirg'inchilik deb atashga bo'lmaydiganligi haqida jar solganligini ayblagan. Maqolada yana Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuniga o'xshash cheklamalar orqali Xi Jinping rahbarligidagi qonxo'r Xitoy hokimiyati bilan savdo qilishga cho'qim cheklama qo'yish zarurligi bayon qilingan. Va Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yangi kishilik huquq oliy komissari Xitoyga besim ishlatishga yo'nalgan. Al Jazeera to'rining 9 dekabrdagi xabariga ko'ra, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kishilik huquq oliy komissari Volker Türk sobiq komissar Michel Bachelet e'lon qilgan Sharq Turkistondagi kishilik huquq jinoyatlariga aloqador doklad xususida Xitoy bilan aloqa qilish irodasining qat'iy ekanligini bildirib, 8 oyning 31 kuni e'lon qilingan doklad to'liq muhim bo'lib, uningda intayin og'ir kishilik huquq masalasi gavdalantirilgan. Men bu xususda shaxsan Xitoy doiralari bilan davomli aloqalashaman. Bu jihatdagi irodam qat'iy degan. Ekilishicha, bu Volker Türkning vazifaga o'tirgandan buyon tunji qatim mazkur masalani tilga olish ekan. Amerika Davlat ishlar mahkamasining Yaqin Sharq va Janubiy Markaziy Osiyodagi diniy osonliklar masalasidagi alohida maslahatchisi Nokis Samis 9 dekabr obzor e'lon qilib, arab allarini Uyg'ur masalasida Xitoyga besim ishlatishga yo'nalgan. Nokis mazkur maqolada Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan jinoyatlarini e'tiqodga qarshi urush deb sifatlash bilan bir vaqtda
Xi Jinpingni Sharq Turkistonda islom dinini yo'qotishni maqsad qilgan siyosatlarni yurgizyapti deb ayblagan. Maqolada yana musulmonlar ko'p sonliqni egallaydigan davlatlarning Bermidagi musulmonlarning qismatiga qattiq ko'ngil bo'lganligini izhor qilgan bo'lsa-mu, Xitoy bilan bo'lgan turli munosabatlar sababli Uyg'ur masalasida eg'iz ochmaganligini ikki yuzlamachilik deb ayblagan. Va bu davlatlar Uyg'ur masalasida Xitoyga besim qilgan taqdirda buning unimining yaxshi bo'lganligini bildirgan. Amerika Davlat Majlisi organ to'rining 10 dekabrdagi xabariga ko'ra, Davlat Majlisi Xitoy ishlari ijroiya komitetining 2022-yillik xalqaro kishilik huquq kuni munosabati bilan e'lon qilingan bayonotida Dunyo kishilik huquq xitobnomasiga amal qildiganligi haqida va'da bergan Xitoyning aslida mazkur xitobnomaga binoan kishilik huquqni qo'g'dash majburiyati borligi, lekin Xitoy hukumatining bu huquqlarni og'ir darajada dafsanda qilib atganligi hamda fuqarolarning kishilik huquqdan bahramon bo'lishini Xitoy Kompartiyasining hokimiyatiga bo'lgan xiris deb qaratganligi tilga olingan. Mazkur bayonotda yana o'tgan bir qancha yilda dunyoning Uyg'urlarga qaratilgan qo'rqinchli irqiy qirg'inchilikka shohid bo'lganligi va bu jinoyatda Xitoy rahbarlarining bevosita qo'li borligi ta'kidlangan. Mazkur bayonot yana Xitoy hukumatini barliq begunoh vijdon mahbuslarini qo'yib berishga, shundaqla 24-noyabrdagi Urumchi o't ofatining oqibatlarini tez suratda ochiq yo'riqlik bilan bartaraf qilish qo'ndigan. Xo'sh, hurmatli ko'rmalarimiz, bu haftalik xabarlar programmamiz o'shada oxirlashdi. Keyingi sonda ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga emanet.